O'zi chorva mollariga oltin gugurt foydalimi, zararlimi? Nobud bo'lishiga olib kelishi ham mumkin. O'zi bu oltin gugurtni bir kunda qanchadan berish kerak? Sizlar uchun har doimgidek foydali ma'lumotlar uzatishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz oltin gugurt haqida bo'ladi. Oltin gugurt foydali, zararli tomonlari haqida bo'ladi. Har doimgidek videolarimiz foydali va manfaatli deb bilsangiz, bir donadan like ni bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz boshladik. Hurmatli chorvador aka-ukalar, endi siz ham uyingizdan chiqmasdan turib molingizga kanalga kiritishingiz mumkin. Andijon tarozi xizmati jamoasi bu borada sizlarga yordam beradi. Bemalol aloqa chiqarsa, telefon raqamini qoldirganmiz aka-ukalar, kimgadir mana shu xizmatda qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqib bog'laninglar. Uylardan chiqmasdan turib tarozi xizmatidan foydalanib, molinglarga kanalga kiritinglar. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli chorvador aka-ukalar. Bugun mavzuyimiz aytib o'tganimizdek oltin gugurt haqida bo'ladi. Oltin gugurtning foydalari, zararlari, dozalari, qo'llash uslublari haqida gaplashamiz. Qisqa lo'nda foydali qilib video qilib berishga harakat qilaman. Kuzatib o'tkazmasdan, shashilmasdan kuzatasizlar aka-ukalar. Xo'p, oltin gugurtni birinchi o'rinda aka-ukalar qanday foydasi bor deydigan bo'lsak, foydalari haqida gaplashamiz, zararlari haqida, keyin dozalar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda o'zimga lozim deb topdim dozalar haqida gaplashsak, birinchi o'rinda shu esdan chiqmasin, molda dozalar haqida gaplashib olsak, oltin gugurtni o'zi qanchadan berish kerak? Bu savolga ko'pchilik turlicha javob beradi. YouTube'da, Telegramda, umuman ijtimoiy tarmoqda ko'p manbalar bor. Bu haqda bir ko'rib chiqqan bo'lsanglar, ko'zingizga tushgan, ko'pchilik foydalanadi bundan. Men o'zim shaxsan o'zim uchun o'zim qo'llayotgan variantni, hamma o'zini qo'llayotgan variantini nisbatan to'g'ri deb biladi. Men o'zim qo'llayotgan variantni sizlarga aytib o'taman. Misol uchun aytib o'tishim kerak, mana shu mol 500 kg, 450 kg atrofida bo'ladigan bo'lsa, buni dozasi boshqacha. Misol uchun mana shu molni. Bu kichikroq bo'lsa, buni dozasi boshqacha. Va kattaroq molniki bo'lsa, buniki boshqacharoq bo'ladi-da dozasi. Demoqchiman, katta kichik hammasiga o'sha bir qoshiq, xalqimizda bir qoshiqdan berish kerak degan gap bor. Bir qoshiqdan patriyat bir xilda berish kerak degan narsaga men qo'shilmayman. Chunki, misol uchun, mana shu 700 kg ga yaqin bo'lgan novvosimiz bo'ladigan bo'lsa, 700 kg ga vazn bilan mana bu yerda misol uchun 350 kg atrofidagi molni organizmi 2 barobar farq qilyaptimi? Demak, u dozada ham 2 barobar farq qilish kerak deb o'ylayman. Xo'p, endi ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, bu yerda uni qanchadan berish kerak? Misol kimdir aytadi, bir hafta surunkali berish kerak, bir oyda deydi. Bir kun bittasi aytadi, 15 kun beraman, 15 kun bermayman. Kimdir boshqacharoq gaplarni aytiladi-da. Meni fikrimcha, bu o'zim bilganim, bir oyda molga 3 kun bersa yetarli bo'ladi. Misol uchun 3 kun. 5 gram, 10 gram atrofida. Endi misol uchun mana shunaqa terisida hech qanaqa bir patologiya kuzatilmaydi. Terisida parazit borligi bilinmayotgan molga o'zi aslida oltin gugurt teridagi parazitlarga qarshi asosan ishlaydi. Mana shuning uchun terida parazitlar belgilari ko'rinmayotgan bo'lsa, agar ko'rinmayotgan bo'lsa, 5 gram, 10 gram yetarli bo'ladi molga. Mana bunaqa o'rtacha mollarga endi bunga maksimal 15 gram, 15 gramdan oshiqcha tavsiya qilinmaydi. Bu haqda ham yana alohida gaplashamiz, misol zararli tomonlari haqida. Hozir aytib o'tayotgan narsam 15 gramgacha katta mollarga tavsiya qilinadi. Meni shaxsiy fikrim, bir oyda 3 kun. Agar terida jiddiy bir parazitlar belgilari bilinadigan bo'lsa, ko'rinadigan bo'lsa, qo'yingki 4 kun, 5 kungacha. Ketma-ketlikda bir mahaldan, bir kunda bir mahaldan 10 gram, 12 gram dan katta bo'lsa 15 gramdan ketma-ket 4 kun, 5 kun. Lekin undan yuqori emas. Agar shunchaki bir ichki parazitlarga, mol ishtahasi uchun bir qo'llab ko'rmoqchiman deydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalarimizga bunga 3 kun tavsiya qilaman xolos. 3 kunga yetarli bo'ladi deb o'ylayman. 3 kun berasiz, o'sha bir oydan keyin yana 3 kun xohishingizga qarab turib, holatdan kelib chiqib turib beraverasiz. Barchamizga ma'lumki, oltin gugurt inson organizmida ham mavjud. Inson organizmida ham qanchadir foiz miqdorini oltin gugurt tashkil etadi. Buni o'zingizlar bir qiziqib ko'rishingiz mumkin. Hayvonlar uchun ham bu modda foydali hisoblanadi. Ayniqsa hozirgi kunda bu juda ko'plab foydali taraflari bor. Biz o'zimizni hozirgi davrga, hozirgi vaqtga keraklisini aytib o'taman. Ayniqsa hozirgi kunda mana shu yashur kasalligi avj olyapti. Uni orqasidan tuyoq yorilishi, tuyoq dars ketish holatlari kelib chiqyapti. Agar oltin gugurt moddasi yetarli bo'lsa molda shu tuyoq qattiqlashishiga, tuyoqda yorilish xavfi kamayishiga ham bir sabab bo'lar ekan. O'zi aslida oltin gugurt asosan mollarda teri kasalliklariga juda yaxshi effekt beradi. Teridagi bo'layotgan parazitlarda, hayvonlarda ham teri kasalliklariga asosan yaxshi samarali vosita hisobda
qo'llab kelinadi. Lekin aytib o'tganimdek, hamma narsaning ham me'yori bor, ortiqchasi ortiqcha. Ayniqsa buni zararli taraflari juda ayanchli holatlarga olib kelishi mumkin. Haddan tashqari ko'p miqdorda beriladigan bo'lsa, molda kerak bo'lsa bir sutka, 2 sutka uzog'ida nobud bo'lishiga olib kelishi ham mumkin. Shuning uchun oltin gugurt qo'llashda aka-ukalar doimo bir normasini, dozasini hisobga olib keyin bergan yaxshi. Chunki hayvonning organizmiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa bosh miya faoliyatiga juda qattiq ta'sir qilar ekan bu moddani ortib ketishi, haddan tashqari dozasi ko'payib ketishi hayvonlardagi bosh miya faoliyatiga qattiq ta'sir qilib, qo'ylarda ayniqsa hali yo'lini topib yura olmaslik, yangrab qolish deymizmi, shunaqa holatlarga olib kelar ekan. Molda ham ko'zlarining tepaga ketib qolishiga, umuman o'zini hali noxush holatga olib kelib, oxir-oqibat hayvonni nobud bo'lishiga olib kelishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun har doim bir qo'llashdan oldin dozalarni e'tiborga olib qo'yishinglarni so'rab qolaman. Bu oltin gugurt berishga qiziqib yurgan yoki oltin gugurt bilan doimiy bir foydalanib kelayotgan aka-ukalarimiz uchun bir qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tilyapti. Xullas, hamma narsani ham foydasi bir tomondan zarari bo'lgandek, normasidan oshirsangiz barcha narsa ham zarar tomonga ishlab qolishi mumkin. Oltin gugurt ham xuddi shunaqa holatda kerakli joyda, kerakli dozada ishlatadigan bo'lsak, albatta foydali modda hisoblanadi. Mollarimizning ishtahasiga albatta ta'sir qiladi. Shaxsan o'zim tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Mollarning ishtahasiga, mollarda ichida bo'ladigan parazitlarga ham ta'sir qiladi deyiladi. Bu ham endi ichida shaxsan qanaqa jarayon ketadi biz ko'zimiz bilan ko'rmaganimiz uchun, lekin tashqi tarafdan mollarda o'zgarayotganiga bir ta'siri bor. Shuning uchun men ichki parazitlarga ham ta'sir qiladi degan fikrga men qo'shilaman. Mollarda 2 kun 3 kun beraman mollarimizga. Har doim bir oyda 2 marta 3 marta beraman oz miqdorda. Shu bilan yetarli bo'ladi. Yana keyingi oyga yana bir oydan keyin yana 2 marta 3 marta foydalanib qo'yaman shu narsadan. Buqalarda yedi-ichdi sog'lik salomatchilikdan unaqa bir ayniqsa ishtaha jihatdan hech qanday bir muammo sezilmaydi meni buqalarimda. Ehtimol mana shu oltin gugurtda bir foydasidir. Endi mavzuni ko'p cho'zib o'tirmaylik-da, hurmatli aka-ukalar. Mollarimizga o'zimiz berayotgan dozani sizlarga shunchaki sodda, jaydari tilda tushuntirib o'taylik. Mana bir martalik dozasi hurmatli aka-ukalar mollar uchun mana shuni to'ldir qilib mana shuncha berish shart emas buni. Juda ko'p bu. Shuning uchun buni oz miqdorda beramiz mana. Mana shu miqdori bitta buqa uchun, misol uchun yetarli bo'ladi mana. Mana shuni bir dona to'ldir bir qoshiq ham chiqmaydi bu. Mana ko'rib turganingizdek oddiy idish, ozroq kepayi bor bunda. Mana shunga shuni ozgina aralashtiramiz. Va buni mana yaxshilab bunga aralashtirib mana bo'ldi. Mana shu holatda ketma-ket 3 kun bir mahaldan buqalarimizga xohlang ertalab, xohlang kech paytmi yoki ertalab yoki kechki paytda beraman. Lekin bu videoni naqd obed paytida olyapman. Bu noodatiy bo'lyapti bu safar. Xullas shunaqa qilib mana shundan bitta buqamizga bir oyda 3 kun berib qo'ysak, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana shu holatda beramiz. Buqamiz sekin o'zi buni kepay bilan aralashgan holatda oshqozoniga ketaveradi. Hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar, qo'ldan kelgancha oltin gugurt haqida sizlarga o'zim bilgancha ma'lumot berishga harakat qildim. Xato kamchiliklariga, nuqsonlarga rozi bo'lasizlar. Sizlar uchun foydali, manfaatli videolar olishda davom etamiz. Hurmatli obunachilar, chorvachilikka doir har qanday foydali ma'lumot bo'lsa, sizlar uchun sizlar bilan birgalikda bo'lishib boraveramiz. Kanal rivoji uchun bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'lib bizni kuzatishga davom etinglar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Bozorlardan sotiladigan hayvonlarni video syomka qilib sizlar uchun e'tiboringizga havola qilyapmiz. Albatta obuna bo'lib ko'rib tursanglar, sizlar uchun narx-navolarni ham, buqa boqish, chorva boqish haqida bir foydali ma'lumotlarni ham birgalikda yetkazib boraveramiz. Barchalar chorvalarga Alloh baraka bersin. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar, salomat bo'linglar.